uyingizni ichiga, ya'ni patologik qismiga gipsokartondan foydalanadigan bo'lsangiz, rasxotini hisoblab beramiz sizlarga. 1 kvadratda qanchadan tushadi. Hozir shu ko'rib turganlar bitta butuni 3 kvadrat bo'ladi. Bunga endi qancha rega ishlatish kerak? 10 metr rega ketadi. Misol uchun buni donasi 40 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 10 metr rega hozir, misol uchun eng arzoni 3 mingdan bo'ladigan bo'lsa, 10 metr 30 ming bo'ladi. Yaxshisidan ishlatadigan bo'lsangiz 40 ming so'm mana shunaqangi holatdagi regani ishlatasiz. Endi hozir 1 kvadrati sizga rasxotini o'zi 80 ming so'mdan aylanyapti. Endi mana shunday qilib patologik qismini qiladigan bo'lsangiz, ya'ni figura chiqarib, gul beradigan bo'lsangiz, 35 ming so'mdan oddiysini qilib berishyapti, splashnoyini. Bu degani 115 ming so'mdan gipsokarton to'xtayapti. Agar gul chiqarib, fason qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir arkalar yoki bir chiroqlar yoritadigan qiladigan bo'lsangiz, 140 ming so'm, 120 ming so'mning o'rtasida bo'ladi. Endi bu endi uyda ichiga ishlatiladigan narsa. Endi misol uchun mana shapkaga ishlatiladigan bo'lsa, tomni pastiga, shapkaga ishlatiladigan, ayvonlarga ishlatiladigan bo'lsa, plastikdan foydalanadigan bo'lsangiz, oddiy plastik eng arzoni 40 ming so'mdan ekan. Eng arzon reka ishlatasiz, usta haqqi bo'lib 100 ming bilan 85 mingning o'rtasida ketar ekan. Plastikda tayyor bo'lishi. Endi plastik qancha xizmat qiladi deb o'ylaysizlar? Plastikda men nazarimda 2 yil, 3 yilda agar yomg'ir tegadigan joy bo'lsa, chiriydi, rangi o'zgarib ketadi, boshqa bo'ladi. Mana sizlarga endi bu tunika fondi maslahat beraman. Qadrdonlar, bitta ko'ringlar o'zlaring. Vodiy bo'yicha eng arzon narxlarda chiqarishyapti. Nech pul deb o'ylaysizlar? Videoda boshida aytaman narxini. 115 ming so'mdan qilib berishyapti Vodiyda Liboy burchagida. Sanjar patirda bag'adan bo'ladigan bo'lsangiz, Namanganmi, Andijonmi, Farg'ona, Qo'qon, Rishton, Buvayda qayerdan bo'ladigan bo'lsangiz ham 115 ming so'mdan mana shunday holatda sizlarga usta haqqi, xomashyosi hamma yo'g'i ichida. Buning ichiga rekasi, tunika foni, usta xizmati, samarezi, mana bunaqangi lesalarni ham o'zlari olib kelishadi. Hamma yo'g'ini. Ko'rib turganingizdek, hozir mana ya'ni alkafon deb qo'yamiz. Eng arzon alkafon ham hozir kvadratda 17-18 dollardan TV qarab chiqaveradi. Alkafon fasonda ko'rgan odam lekin alkafon deb o'ylaydi. Bitta ko'rib o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli tarzda bo'lgan. Xudo xolasa xizmatlari bor. To'liq ma'lumotni ustakamiz bilan olamiz. Akalar, mana bitta ko'ringlar. Fazliddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sizga ro'zalar bilan. Tinchmisiz? Charchamang. Fazliddin, necha kvadrat bat? 700 kvadrat chiqdi. 700 kvadrat общий. Aha. 700 kvadrat chiqadi. Zo'r, mashalloh, juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Alkafonni o'zi bo'pti-da hozir. Alkafon bilan birga bir chiqdi. Bu tunikafon faqat. Faqat tunikafon. Faqat tunikadan. Mana ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqqan ekan. Xo'p. Nimaga aynan 115 ming so'mdan qilib beryapsiz? Hamma joyda eng arzoni, misol YouTube'da poistga tunikafon xizmati nech pul yozadigan bo'lsa ham, eng arzoni 125 ming so'm chiqadi. Siz 115 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida qilib berasiz. Nima sababdan? Buni aka birinchidan xalqni o'yladik. Misol kambag'ali bor, boyi bor, o'rtaga xoni bor. Hammasiga bir xilda bo'lib, ham arzon tushsin deb o'zimiz ham tunikasini olib kelamiz, birinchi qo'l biz. O'zimiz ishlab chiqaramiz, bukamiz u listni. Keyin o'zimiz tayyor qilib turib, xonadonda o'zida mahsulotlar olib kelib, mana shunday ko'rinishda qilib yasab beramiz. Mashalloh, juda ham zo'r. 115 ming so'mdan. Siz qanaqadir ustalarga hozir vizit tashlamayapsizmi hozir? Yo'q. Narxni pasaytirib, narx sindirish maqsad? Biz birinchi qo'lmiz faqat. O'shani hisobiga biz sexlarga borib buktirmaymiz. O'zimiz shunday xonadonga kelamiz. Shuni boshlab turib, misol joyni o'zini o'lchayimizda, sразу o'sha yerda o'zi tayyorlab turib, chiqarib qatiramiz. O'shani hisobiga misol boshqa joylarda sexlarga borib buktirib, unga zakaz berib, birinchidan zakaz bersiz, birga bir chiqmay qolsa, minus bo'ladi. Uyda egasi ham, ustaga ham. O'shani hisobiga biz joyini o'zida qilganimiz uchun 110 ming so'mdan qoplayveradi. 110 ming so'mdan qoplayveradi. Juda ham. 110 ming so'mmi yo 115 ming so'mmi? Sizga obunachilaringiz uchun 110 ming so'mdan qilib beramiz. Mashalloh, sensatsiya. Premyera bo'libdi, bo'lmasa 115 ming so'mdan videoda boshida aytgandik, agar Siddiquzdan chiqdim deb telefon qilsalar, ya'ni Siddiquz kanalidan olib telefon qilyapman desalaring, 110 ming so'mdan qadrdonlar, menimcha arziydi. Hamma mahsulot ichida adashmasa. Misol nimaga arzon deydiganlar, negativlar uchun biz birovni sindirish yo hamma narxini pastga urish uchun emas, prosta xalq maza qilsin degan maqsadda buni yo'lga qo'ydik. Hozir qarang, misol uchun usta xizmatini o'zi nech pulga tushadi misol uchun? Usta xizmati Ochig'ini aytalamizmi? Ha, aytaveramiz. Nech pul 1 kvadrat? Ochig'i 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha hozirgi paytda ustalar narx olyapti. Undan tashqari uyda egasi
65 ming so'mdan tunukani oladi. Ha. Rega ketadi. Misol 500 kvadrat joyiga 1,5 ming metr rega ketadi. Xo'p, qarang, mana hisoblaymiz ana. 65 ming so'mdan tunuka fon. Tunuka fon Xo'p, 65 ming qo'shamiz 35 ming so'm 35 usta ming xizmat. so'm usta xizmati. Endi 100 ming bo'ldimi rosa? 100 ming so'm. Rosa 100 ming so'm bo'ldi. 100 ming Rekachi. so'mga to'xtadi. Rega 1,5 ming metr ketadi. Misol 500 kvadratga. Mhm. Endi uni hamma xalq biladi u rekani. Misol 4 ming so'mdan bo'lganda ham o'zi 1,5 ming metri 600 ming pul bo'ladi. 6 million pul bo'ladi. 6 million pul bo'ladi. Ko'payib ketadi. Ko'payib Undan demak ketadi. 110 ming so'mdan yaxshi qadrdonlar insof sari baraka qilib berishyapti. Mana juda chiroyli chiqqan. Men ham to'g'risi kelib turib, alkafon bo'lsa kerak desam, yo'q aka bu tunigafon chiroyli qilib berdi deyishyapti. Общий 700 kvadrat ekan. Qaranglar uy. Juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Adashmasam bu duolni tevasini ham qilib bergansiz. Duollargacha qildik. Mana shu ko'rib turgan joylari shipri-yu, tunigafoni hammasi bir xilla bo'lib. Mana shu joylarni ham qilish. 110 ming so'mdan bu ham. 110 ming so'mdan. Bu ham o'sha qorasi ham 110 ming so'mdan ichida ketaveradi. Qorasi ham 110 ming so'mdan. Kvadratga hisob ketaveradi. Kvadratga hisob ketaveradi. Juda ham yaxshi, juda chiroyli bo'lgan ekan. Endi xizmatlar qatgacha? Xizmatlarimiz Vodiy bo'ylab vodiy boramizmi? bo'ylab Perevalgacha bo'laveradi. Qarang, Perevalni bitta ish qilaylik. Mani obunachilarim misol uchun mani hurmat qiladigan insonlar vodiyda ham bor, Toshkentda ham bor, Vohada ham bor misol uchun. Toshkentga bo'ladigan bo'lsa nech puldan qilib berasiz? Vodiyga bildik 110 ming so'mdan ekan. Endi Toshkentga bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga bo'ladigan bo'lsa ham 110 ming so'mdan siz obunachilaringiz uchun qilib beraveramiz. Faqat bizga yo'l kirasi, misol mashina dastlabkasini qoplab bersa bo'ldi bizga. rasxotini qoplab bersa. Rasxotini qoplab bersa 110 ming so'mdan Endi qilib beramiz. siz misol uchun Toshkentga borib, Toshkent shahriga yo viloyatga borish istaydigan bo'lsangiz, misol uchun yotoq joy kerak bo'lardi. Ha, yotoq joy bilan yeb ichishini ko'tarib beradi. Yotoq joy, Bo'ldi. issiqxon bilan. Uyda kelsangiz qilib samarangiz olib kel degan gaplar bo'lmaydi. Hamma yoqda o'zi ham boradi. Hamma yoqda o'zimiz olib boramiz, faqat yo'l kirasini qoplab beradi. Xudo xolasa. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab ham, Toshkent bo'ylab ham, Toshkent viloyati bo'ylab ham 110 ming so'mdan Toshkentga o'sha aytganimizdek rasxotlarni qoplab bersalaring bo'ldi. Bundan boshqa ranglar ham bormi hozir? Bundan assortimentlarimiz ko'p. Bu skromniy oddiy variantida bo'ldi. Yaltir-yultirsiz, oddiyda bir xilda uyda egalari qoladi. Oppoq bo'lsin degani uchun biz faqat oppoq qildik. U rangi, misol yaltir-yultiri qizig'i yo'q bizga. 110 ming so'mdan qilib berilaveradi. 110 ming so'm. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar bitta ko'ringlar mana. Xonadon Juda ham chiroyli xohishiga qarab turib qilinaveradi. Xo'p, Uyda yaxshi. egalarining ideyasiga. Demak, hozir qorasi bor, korishnivysi bor. Shunaqa qora bilan korishniy kombinatsiya qilyapti kimdirlar. Mokri bilan Mokri bilan oq kombinatsiya qilishyapti. bilan shikolat Qilib beraverasizlar. qilib berilaveradi. O'sha 110 mingdan 110 ming so'mdan to'xtaydi o'sha ham. Gapga. Gap. Faqat Qo'shilmay. sizni obunachilaringiz kelsa. Xudo xolasa. Sindig'izdan chiqdim desalaring bo'ldi. Qadrdonlar qisqa lo'nda ma'lumot berdik. Xudo xolasa aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Akaxonimiz ham duo qilib qo'yasizlar. Shunaqangi savobli ish qilibdilar. Xudo xolasa. Mana endi yaqinda Xudo xolasa ro'zani ham tugatamiz. Hayit bayramiga kiramiz. Hayitdan keyin Xudo xolasa qurilish qilaman degan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa haqqimizga bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Salomat bo'linglar.